Sanda bormasa. Bitta manda. Menikida kasab hech kimda yo'q. Dillama. To'g'risini aytaylik, Gul chiroylimi yoki men chiroylimanmi? Sen chiroylisan. Nimaga Gulchi? Gullar ham chiroyli. Gullarni narxiga chegirma bersa ham bo'ladi, lekin sen men uchun bebahosan. Shunda tekinmanmi? Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi. Lolalarimiz o'sha 15 ming so'm. Gortenziya gullarimizni chegirmada 18 ming qilib qo'ydik. Mevali gullarimiz 20 ming so'm. Maqtanma. Orxideya va bu gullarimiz 49 ming so'm. Maktabga gul kerakmi? Tayyori bor 70 mingdan. Mashuntalda navdalariga o'xshab osilib turishini qaranglar. Bular ham bor ilib qo'yishinglarga 80 ming so'm. Hayitga podarkani zo'r. Liliya gullari gelvidan qilingan, yarim metrli. Liliya nomi yoqdi. Narxi 100 ming so'm. Orzuga ayb yo'q. Eng arzon joyda 750 ming ko'rganman. 800 mingni ham ko'rganman. 330 ming qilib qo'ydik stollarni ustiga qo'yishga. Qarang qanaqa chiroyli. Bundan arzonni topsangiz, o'zim uyingizga yetkazib beraman. Men ham birga boraman. Mana bu dekorativni gullarni qaranglar chiroyligini ko'ryapsizlarmi? Daraxtlarni qaranglar chiroyligini. Shularni hammasi 350 ming so'mdan. Hayit va Navro'z munosabati bilan Mubins Flowers'dagi barcha gullarni chegirmada arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Bittasi senga Hayitga sovg'a onasi, bittasi Navrozga. Rahmat. Manzil so'raganlar uchun Suzik ota 43. Bir tomonim Suzik ota masjidi, bir tomonim Mumtoz to'yxonasi o'rtada joylashgan.